Hammaga salom, sizlar Alisher, Azamat, Satbay va bugun stakanni asrab qolsang yutasan challenge. Har birimizda 3 ta stakan bo'ladi va 3 ta raund bo'ladi. Stakanlarni balandlikdan tashlab asrab qolishimiz kerak. Agar ikkinchi qavatdan tashlab stakan sinmasa 200 ming, 3-qavatdan 600 ming, eng tepa 4-qavatdan tashlasa 800 ming yutadi. Lekin stakan sinmasligi kerak. Bizga har raundda stakanlarni himoya qilish uchun narsalar beriladi. Masalan, paxta, futbolkalar, bumaga va boshqa narsalar. Xullas, video davomida bilib olasiz. 3-raund esa juda qiyin va qiziqarliroq bo'ladi. Qani unda tezroq 1-raundni boshla. Birinchi raundda 4 dona futbolka, 3 dona bumaga va 5 dona pampers bo'ladi. Bu yerda eng yaxshisi futbolka, lekin kim birinchi tanlashni Koleso Fortuna orqali aniqlab olamiz. Demak, bosamiz. Ketdik. Demak, birinchi bo'lib Azamat tanlaydi. Nimani tanlaysan? Men futbolkalarni tanlayman. Futbolka ketdi. Endi ikkinchi bo'lib kim tanlashini ko'rib olamiz. Mayliman, men bossam. Bos. Ketdi. Kim? Satbay. Satbay ikkinchi bo'lib tanlaydi. Menga demak, qaysi birini tanlaysan? Bumaga. Bumaga. Menga. Yo'q. Pampers. Pampersni tanladi. Menga bumaga qoldi. Azamatga futbolkalar, Satbayga pampers, menga bumaga tushdi. Birinchi bo'lib Azamat boshlaydi. Qaysi qavatni tanlaysan? Menda futbolkalar bo'lsa, men 4-qavatni tanlayman. Azamat eng balandini tanladi. Agar stakanni asrab qolsa 800 ming yutib oladi. Men yetaman. Ko'ramiz. Satbay 3-qavatdan, men esa 2-qavatdan tashlayman. Va birinchi bo'lib pastdan boshlaymiz. Birinchi men, keyin Satbay va undan so'ng eng qiziqarlisi Azamat. Qani unda tezroq ketdik. Demak, stakanni o'rashni boshlaymiz. Menga bumaga tushdi. Bilmadim, asrab qoladimi ko'ramiz. 3 ta bumaga asrab qolsa kerak. Aytgancha like bosishni unutmang. Qanaqa qilib o'rasam bo'ladi? Keling, bunaqa qilib o'raymiz. Stakanlar bilan, bu kiyimlar bilan stakanni asrab qolaman degan umiddaman. 4 ta futbolka, lekin 4-etaj tavakkal qilamiz. Zato qiziqarli. Nima uchun Pampers tanladim? Bilmadim, endi boshqa variant ham bo'lmadi. Shu menimcha yaxshi deb o'ylayman. Va stakanni solamiz. Yana solamiz. Hozircha motivatsiyam tushib ketdi, lekin asrab qolsa kerak, ko'ramiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hozir mana bu stakanni asrab qolsam 800 ming yutib olishim mumkin. Kameraga olmang. Men aqlliman. Pampers juda ham mustahkam. 5 tasini solsak, juda ham zo'r bo'ladi. Sizga qiziqarli narsa ko'rsataman. Buning bu yoqqa tushib ketdi. Kamera tushib ketmasin. Men ham tushib ketmaydi. Bittasini o'rab bo'ldim, juda ham katta bo'ldi. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Ishonch hosil bo'ldi yutishimga. Ketdik, endi ikkinchisini o'raymiz. Obuna bo'lib qo'llab turing. Demak, birinchi raundning narsalari tayyor. Menda bumaga bu 2 ta, 3 ta edi, lekin 2 ta o'radim qiziqarli bo'lish uchun. Katta bo'lib ketdi. Kiyim va pampers. Birinchi men boshlab beraman bumaga. Ishonib turibman, bu asrab qolsa kerak. 200 ming pulni yutib olishim kerak. Tayyormisan? Tayyorman. Ketdi. 2 3 ketdi. Ovoz juda ham baland chiqdi. Menimcha sindi. Qani, ko'ramiz. Borib ko'ramiz, tekshiramiz. Menimcha sinmadi. Ko'ramiz. Menimcha sinmadi. Lekin ovoz juda ham baland chiqdi. Ha. Umuman sinmagan, hech narsa qilmagan. Menda 200 ming pul bor. Katta rahmat. Qani do'stlar, endi Satbayning pampersini ko'ramiz. Mana, bemalol tashlab yuboraman. Tayyormisizlar? Ketdi. Yo, sinmadi, bilaman men. Ko'ramiz yana. Juda ham qattiq tushdi. Men stakanni asrab qoldim, shunga xursandman. Menimcha bu ham tirik qolgan bo'lsa kerak, umuman sinmadi deb o'ylayman. Voy. Ovoz juda ham qattiq chiqdi, lekin sinmagan bo'lsa kerak. Pullarni yo'qotish niyati yo'q, singan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yo'q, umuman hech narsa qilmagan. Hey, tashlama, foydalanishga bo'ladi. O'zing foydalanasan. Hech nima qilmagan. Ketdik, endi Azamatni ko'ramiz. Meniki точно sinmaydi. Bu 1-qavat, bu esa 4-qavat. Hozir 4-qavatdan tashlaydi. Menimcha sinsa kerak, lekin futbolka ko'ramiz. Hozir qiziq bo'ladi. Do'stlar, meni qo'llab-quvvatlab turinglar kommentariyada. Bu точно sinmaydi. Juda ham ishonyapman, bu sinmaydi. Va eng ko'p pulni yutib olamiz. Menga kommentariyada qo'llab-quvvatlab keting. Sinmaydi. Yo'q, ovoz juda ham baland chiqdi. Menimcha singan bo'lsa kerak. To'xtab turinglar. Menimcha sindi. Nimadir sezyapman. Hozir ikkalasini birga ochamiz. Pulni asrab qoldim degan umiddaman. Ko'ramiz. Sinmadi. Men ishonaman. Lekin men ishonaman. Singan ovoz eshitilmadi. Men sinmadi deb o'ylayman. Men senga ishonaman. Rahmat sin. 800 ming yutding sen. Rahmat. Endi bir aylanib takaymizmi? Keyinroq-a? O'zi Ha. pul yo'q edi. Kreditimga to'layman-dami buni? Krediting 200 ming. O'zim beshara Tayyor. ko'rsatyapman. Birinchi ko'raylik, pul tayyormi yoki yo'qmi? Menimcha singan bo'lishi ham mumkin. Butum turibdi. Nima uchun bu sinmadi? Aytayinmi? Ayt. Bu meniki. Yo'q, umuman birinchi raundda 3 stakan ham sinmadi. Demak, Azamat 800 ming yutib oldi.
kreditingni to'laganing bilan qutlayman. Rahmat. Ketdik, lekin ikkinchi raund juda ham qiyin bo'ladi. Ketdik. Birinchi raund juda ham qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman, lekin hamma stakanni asrab qoldik. Ikkinchi raund esa sal qiyinroq bo'ladi. Bu raundda esa bunaqa gubka 3 tasi 4 ta urmoqchi edik, lekin sinishini xohlayapman. Bunda sinsa kerak. Uchinchisi esa bunaqa. Demak, kim birinchi tanlaydi? Yana Kaleso Fortuna. Aylantiramiz. Ketdi. Azamat. Azamat qani? Satbay. Demak, Satbay birinchi tanlaydi. Qaysini tanlaysan? Mayli, meniki sinsa sinsin, kontent bo'lsa kontent bo'lsin. Men shu. Yaxshi, lekin yaxshisini tanladi. Ikkinchi bo'lib kim tanlaydi? Ketdi. Alisher. Men Ali. O'zim. Lekin qaysi birini olsam bo'ladi? qaysini tanlaysan? Menimcha bu sinsa kerak. Buni olaman. Ha, Bu shunaqa oson juda yumshoq. Demak, ikkinchi raundni boshlaymiz. Stop. Etajlarni tanlashni esdan chiqardik. Azamat, sen nechinchi qavatni tanlaysan? Endi folga qog'ozi bo'lsa, unda men birinchi etajni tanlayman. Birinchi etaj 200 ming, oldin 8 ming o'tdi. Agar bu ham sinmasa 1 million bo'ladi общий. Satbay, sen qaysi birini Men tanlaysan? esa Azamatga qarshi 4-chi etaj. Senga qarshi emasman-ku? Men qarshiman baribir. Mayli. Ko'ramiz. Xo'p, 4-qavatni tanlamoqchi edim. Keling, unda 3-qavatni tanlayman. Demak, Azamatdan boshlaymiz. Menga shunaqa gubka tushdi. Menimcha asrab qolsa kerak. Men ishonyapman 3tasi. Lekin buni qanaqa qilib skochlayman? Kommentariyaga yozib keting, asrab qoladimi? Xo'p, ochamiz. Qanaqa qilib o'raymiz buni? Qanaqa qilib o'rasam bo'ladi? Shunaqa qilsam bo'ladimi? Xo'p, ko'ramiz. 3tasini bunaqa qilib o'raymiz. Men faqat bir marta o'rayman. Bir narsa Men noroziman. Menga futbolka berish kerak edi. Yo'q, boru. Menga tek faqat mana shuni berdi-da, bo'ldi. Qanaqa qilishni yaxshilab o'yladim. Buni olamizda va ichga solamiz. Menimcha asrab qolsa kerak. Endi ishonishni boshlayapman, lekin o'zimning pulim. Mana, bunga ishonaman. Va nihoyat bo'ldim. Mana shunaqa qilamiz va menga pul kerak emas. Muhimi sizlar qo'llab-quvvatlasangiz shu yetarli. Bo'ldi, yetadi. Katta mehnat qilyapmiz. Shuning uchun bir dona like bosib keting. Mana meniki. Ko'ramiz, asrab qolsa kerak. Men 3-qavatdan tashlayman. Bu birinchi etaj. Buni asrab qolsa kerak. Mayli telbadanglar, mayli devona. Do'stim, qiynalgan paytim qayerda eding? Tualetda. Azamat hammaga yordam beryapti. Azamat uchun bitta like bosib keting. Men esa hech kimga yordam bermayman. Men o'zimning stakanim sinmasligiga juda ham ishonchliman. Tushdi. Mana. Chiqat. Sinmadi. Men 1 million yutib oldim. Men hech narsa qilmagan. Plus 200 ming. 1 million bilan tabriklayman. Rahmat. Lekin yana 1 million yutib olish imkoning bor. To'xta. Qanaqa? 3-raundda aytaman. Qarang. Bu yer chang bo'lgan. Mana endi Alisherni stakanini ko'ramiz. Demak, mening navbatim. Bu asrab qolsa kerak. Hech stakan sinmayapti, lekin men juda ham qattiq tashlayman. Ketdik, ko'ramiz. Tayyorman. Tayyormisizlar? Tayyormi? Ot. Yo. Parchalanib ketdi, ko'rdinglarmi? Qarang. Yo-mayo. Bu yoqqa chiqib ketay dedim. Stakan sindi, birinchi stakan, lekin qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Mayli jigar, xavotir olma, men ham sindiraman. Ko'ramiz. Sindi. Qaranglar. Sindi. Yo-mayo, mayda-mayda bo'lib parchalanib ketdi. Yerga bunaqa tushdi, bunaqa. Ehtiyot bo'l, lekin o'zim sinishni xohladim. Kontent uchun albatta like bosib, obuna bo'lib keting. Endi Satbayni ko'ramiz. Baribir o'zimning pulim qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Qani endi Satbayning stakanini ko'ramiz. Men buni qayerda ekan bilaman. Bu yerda stakan. Mayli. Yutqizsam. Pastda ular tayyor. Tayyor. Ketdi. Mayli. 1 2 3 ketdi. Sizdan iltimos. Meni patirsh qilinglar. Hop. 1 2 3 ketdi. Oo, yo-mayo. Menimcha sindi. Sinmadi, menimcha tegdi-yu. Qani endi Satbayning stakanini ko'ramiz. Ko'ramiz. Menimcha bu ham sinmadi, faqat meniki sindi. Bu ikkalasi pul yutib oldi. 1 million 400 ming yutib oladi. Agar bu Qanaqa men 1 million utdim. Bu 1 million 4 qavatdan tashladim. Bu 3 qavat 4 dan tashladim. Xalq. Satboy kallani ishlatdi. Ichiga shunaqa kardonmi bir narsa. Menimcha sinmagan. Mana, ko'rdim. Umuman hech narsa qilmagan. Ko'rdingizlarmi? To'xta. Tozaligiga e'tibor beringlar. Ha, hech narsa qilmabdi. Ha, hech narsa qilmabdi. 1 million 400 ming bor Satboyda. Azamat esa 1 million. 1 million. Menda hozircha atiga 200 ming. Ha.
Hop, davom etamiz, lekin 3-raund juda ham qiziqarli bo'ladi. Hozir sizlarni 3-raund bilan tanishtiraman. Demak, 3-raundni boshlaymiz. 3-raund qiziqarliroq. Bu stakanni bu yerga qo'yaman. 4-qavatda turgan odam 30 soniya ichida kelib stakanni olib qolish kerak, bo'lmasa stakan sinadi. Hamma tayyor. Kim birinchi boshlashini yana Kaleso Fortuna orqali aniqlab olamiz. Ketdik, 1 2 3 spin. Alisher. Alisher, lekin birinchi bo'lishni xohlamagandim. Endi ikkinchi kim ekanini tanlaymiz. Qani? Kim bosadi? Men bosaman. Satbay. Birinchi Keyin sanksi bo'lishni istagan. Xo'p, birinchi bo'lib men, ikkinchi bo'lib Satbay va uchinchi bo'lib Azamat. Demak, boshlayman. 4-qavatga ketdim. Eng tepaga 4-qavatga chiqyapman. Hozir 30 soniya ichida stakanni qutqarib qolishim kerak. Ko'ramiz 30 soniya ichida ulgura olamanmi? Chunki juda ham baland. Hozir balandlikni ko'rsataman. Mana juda ham baland 4-qavat. 31 sekund qildim. Bosishga 1 sekund ketadi-yu. Tayyorman. 3 2 1 Ketdi. 30 soniya. Yaxshi ulgursam kerak. Birini 20 sakrab ketsam ham bo'ladi. Yaxshi. 24, 23, 22, 21. bunaqa emas. Mana bunaqa qilib sinish kerak. 17, 16, 15, yiqilib 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Yaxshi, asrab qoldim. Sinmadi. 7. Juda ham charchab ketdim. 30 soniya juda ham ko'p ekan. Xo'p, 1 million so'm o'zimda. Endi Satbay davom etadi. Men tayyorman. Demak, Satbay tayyor. 30 soniyaga qo'yamiz. 1 2 3 ketdi. 29, 28 kelyapti. Lekin juda ham qiyin. O'zim ham chiqib ko'rdim. Tez charchab qolasan. 20 soniya o'tdi. Juda ham tez kelyapti. Necha? 13, 12, 11, 10, 9 8 7 6 5, 4. Ortiga 3 soniya qoldi. 3 soniya kechikganda stakan sinardi. Asrab qolding. 1 million bilan tabriklayman. Endi keyingisi Azamat. Azamatga omad tilaymiz. Ikkinchi kreditni yopadigan ko'ramiz. Ketdi. Hamma o'yinda kichkina bo'lgan edi, lekin men katta g'alaba. Men tayyorman. Sinadi deb o'ylayapman. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Ketdik. 1 2 3 Ketdi, boshlandi. Kelyapti. Nimagadir kelayotgan ovoz chiqmayapti. Yo'q, kelayotgan ekan. 20 soniya qoldi. 20 soniya. 17. Azamat negadir juda ham tez kelyapti. 4-qavatga chiqdim u. 13. Sanab turing. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Azamat ham 3 sekund qolganda ulgurdi. Hamma 1 million aytdi. Men sinat deb o'ylagandim. Va nihoyat bo'ldik. Birinchi o'rin Satbay 2 million 400 ming. Ikkinchi o'rin Azamat 2 million kreditni yopdi deb o'ylayman. Uchinchi o'rin men 1 million 200 ming. Bugungi video shulardan iborat edi. Agar yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib tashlang. Sizlar bilan Alisher, Azamat va Satbay edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.